Buningdan 27 yil burunqi 1997 yili 5 fevral kuni zo'r sandagi g'ulji yoshlari noldan tuvan qahrton sovuqqa qaramay ko'kirgini kerib maydonga chiqib, o'zlarining erkinlikka bo'lgan tashnoligi va Xitoy hukumatiga bo'lgan noroziligini namoyon qilishgan. Biroq ularning bu harakati bostirishga uchirgan edi. Bu munosabat bilan dunyoning har qaysi joylaridagi Uyg'urlar 5 fevral g'ulji qirg'inchiligining 27 yilligini xotirlash faoliyatlari o'tkazdi. Germaniya, Gollandiya, Belgiya va Norvegiya qatorliq Yevropa davlatlarida, Amerikada, Turkiyada va O'rta Osiyo jumhuriyatlarida shehidlarni xotirlash faoliyatlari va namoyishlar o'tkazildi. Germaniyaning Myunxen shahridagi Xitoy konsulxonasi oldida, Amsterdamdagi Dam maydonida, Yevropa ittifoqining markaziy bürosida va Nyu-Yorkdagi Davr maydonida namoyish va axborot e'lon qilish faoliyatlari o'tkazildi. Qirg'izistonning Jalolobod shahrida jam bo'lgan ittifoq jamiyati a'zolari 5 fevral g'ulji shehidlarni xotirlab duo tilovat qildi. Dünya Uyghur Qurultiyi Amerikadagi Uyg'ur kishilik huquq qurilishi, Uyg'ur harakati va Turkiyadagi Sharq Turkistonlik va Turk ommaviy tashkilotlari 5 fevral g'ulji qirg'inchiligining 27 yilligi munosabati bilan bayonot e'lon qildi. Bayonotda ko'rsatilishicha, 1997 yili g'ulji Uyg'ur mashrablarning jinoyat deb qaralishi va chekilinishi bugungi kundagi madaniyat qirg'inchiligining boshlanishi. Xitoyning hozirgi siyosati tuyuqsiz chiqqan emas. Balki Uyg'ur madaniyatini va Xitoyning kontrolligi sirtidagi har qanday ommaviy iqimni, ommaviy faoliyatni zo'ravonlik bilan bostirishning uzun yillik natijasi. Xitoy hukumati Uyg'urlarning madaniyati va Uyg'urlarning kuchini ko'rganligi uchun oxiri irqiy qirg'inchilikdek vahshiy usulni qo'llandi. Xalqaro jamiyat Xitoyning dastlabki yillarda boshlagan bu qabih milliy qirg'inchiligidan savoq elishi, shundaqla bugungi kunda bo'lsa-mu, uningdan hisob so'rash kerak ekan. Egilinishçe, Beyjingdagi bir sud mahkamasi jasuslik jinoyati bilan 5 yil ilgari qo'lga olingan Avstraliyalik yozuvchi Yang Hong-junga o'lim jazosi bergan. Avstraliya amaldorlarining so'ziga qaraganda, bu jazo kechiktirilib ijro qilingan bo'lib, 2 yildan keyin muddatsiz qamoq jazosiga o'zgartirilishi mumkin ekan. Xitoyda davlat majlisi haqida biyolog yozgan akademik va roman yozuvchisi Yang 3 yil davomlashgan isbot anglash yig'inida oshkora e'lon qilinmagan ayblashlarni izchil rad qilgan. Tashqi siyosat mutaxassislarining so'ziga qaraganda, bu ish Avstraliya bilan Xitoy o'rtasidagi uzundan buyon davomlashayotgan jiddiylik texmi kuchayishi mumkin. Qozog'iston 2 yil ichida Kaspiy dengizidan alqagan liniyadagi neft bilan ta'minlash miqdorini 3 million tonnaga yetkazdi. 2023 yili Kaspiy dengizi liniyasida 1 million tonna neftning to'shilganligi xotirlangan bo'lib, mo'ljallanishcha 2024 yili 1 million 500 ming tonna neft bilan ta'minlaydi ekan. Viktoriya bosh ministri Viktor Orbanning partiya parlament a'zolari partiyaning Shvetsiyaning Shimoliy Atlantik akti tashkilotiga kirish taklifi haqida bilet tashlash elib boradigan jiddiy yig'inni boyqut qildi. 6 o'qituvchi partiya parlamenti yig'ini qo'llagan bo'lsa-mu, lekin hokimiyat beshidagi partiyaning boyqut qilishi bilan bu masala muzokara qilinmagan. Xabar qilinishicha, O'rta Sharqdagi ziddiyatlar shirkatning setilishiga ta'sir ko'rsatganlikdan Amerika restoran zanjiri McDonald'ning kirimi o'tgan yilning oxirgi faslida bozor mo'ljaridan tuvan bo'lgan. Shirkat bayonotida 4-faslda urush ba'zi chet el bozorlariga maqsadli ta'sir ko'rsatdi degan. Turkiyada o'tgan yili 2-oyning 6-kuni yuz bergan va 11 o'lkada keng ko'lamli buzg'unchilik paydo qilgan yer tevrashning 1-yilligida hayotidan ayrilganlar xotirlandi. 2023 yili 6 fevral yuz bergan Qahramonmaraşni markaz qilgan yer tevrashning ta'siriga uchirgan o'lkalardagi fuqarolar yer tevrashning xotir kunida kechini ko'chalarda o'tkazdi.